Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Xudo xolasa bugun Uzexpo Centerda 3-4 pavilyonida yarmarka, ya'ni ko'rgazma bo'lyapti. Ayda kompaniyasi o'zining mahsulotlari bilan, asosiy Schneider mahsulotlari bilan qatnashyapti. Xudo xolasa ko'p mahsulotlarimiz, kerakli bo'ladigan ma'lumotlar, hamkorlik uchun ishlaydigan insonlar bo'lsa, xodimlarimiz bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar hammasi beriladi. Mana Abdug'ofur xudo xolasa tayyorgarlikni qattiq ko'ryapti. Xolasa jo'r bo'lishib turishibdi. Qachon kelisharkin deb zaryadlash qurilmalari, boshqa u boshida nura bor, tok bor. Hamma qatnashyapti. Xudo xolasa quyosh elektrostansiya uchun mahsulot olib keladigan, o'rnatadiganlar. Mana bizga tanish bo'lgan CNC kompaniyasi ham mana brendi kelgan. Va alaykum assalom. Charchamayapsiz? Savollaringiz yaxshimi, tuzimsiz? Tinchmisiz? Xudoga shukr. Nima gaplar? Biz bormiz. Zo'r aka. Kerak bo'ladigan narsalar, xudo xolasa Elektrogrupp hammalaring bizni kelaverasizlar. kutib qolamiz. Monopol tashkilot. Xo'sh. Shunaqa bo'ladi-da endi. Elstan degani Aziya Elektroenergiya. Xo'sh, bu yer Sem Toshkentda. Assalomu alaykum. Hormel, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzimsizlar? Rahmat. Instrument. Sizga aloqaga chiqdik biz bir. Ha. Bizda instrument ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Bizga monondan kerak edi, endi hozir Bizda bor aka shunaqadan. Saneldan sotib oldik hozir. Chanelga biz chiqaramiz, ishlab chiqaramiz. Polskiy kompaniya. Da, bilamiz. Vladimir Viktor. Xudo xolasa kelaverasizlar. Uzeltech sanoatda ham nimaga ishlab chiqarsa hammasini olib kelibdi. Shu qatori bizdan bormiz. Xudo xolasa chiroyli suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Kelaverasizlar. Savollar, qiziqishlar nimalar bo'lsa, birgamiz shu yerdamiz. Xudo xolasa kutib qolamiz sizlarni.